Mazlaga yana bir marotaba toza opit bermoqchiman. Bu safar granatada. Ayni mana shu ko'rib turgan joylaringda odam bor. Endi granatani u yoqqa qanday tashlasa bo'ladi? Rekashet qilib otish uchun joyi yo'q. Shunchaki oldiga tashlab qo'ya olmaysizlar. Oldlaringda devor turibdi. Protivnikda joyini ko'rsatdim. Endi granatani sekundini yaxshilab eslab qo'ying. Shunchaki granatani protivnik boshiga otish kerak. Granatani shunchaki emas, analiz qilib otsangiz juda ham foydasi katta bo'ladi. Shundoqqina orqada tepamda odam yurib ketyapti. U odamga esa sherigim 2-3 o'q otgan. Va teng bo'lib parashyutdan yangi tushgan. U joylarni qo'ymadim, video cho'zilmasin deb. Bundan kelib chiqadiki, joni kam qochayotgan protivnikka granatani aniq otish shart emas. 2-3 metr uzoqlikda bo'lsa ham ta'sir qiladi va nok bo'ladi. Mana bu shaglarni esa yaxshilab eshitinglar. Sizlarga maqtanib aytoladigan bitta gapim bor. O'zbekiston PUBG operatsiyasida sizlarga manchalik videoda aniqlik bilan tushuntirib, toza opit beradigan